Antivirus kamdan kam ishlatiladigan funksiya ishlatish joylari ko'p. Bitta misol bilan ko'rsatib beraman. Masalan, hozir bu yerdagi sargani ichkariroq qoldirib qo'yishimiz kerakda. Bokovoylarni kesib tashlashimiz kerak. Shunda ishlataman masalan. Sargalarni tanladim. 1.7 surib qo'yaman ichkariga. Mana shularni endi kesib tashlashim kerak. Bitta-bitta kesib chiqmayman-da. Komandani tanlayman. Birinchi trayektoriya chizib olaman. Demak, trayektoriya chizishim uchun mana bu oldi ko'rinishga o'tib trayektoriya chizishim kerak. Shuning uchun oldi yo'nalish ko'rinish tanlayman. Bu yerga liniya chizaman. O'zi yon ko'rinishga o'tib beradi. Shu yerga men endi 1.6 liniya chizib, to'g'richa chizib olaman bu yerga. Nom beramiz. Tayyor. Bizda mana tayyor. Mana bunaqa qora chiziq tashlab qo'ygan bo'ladi. Buni tanlab shu yerga dan bosaman-da. 1 minutda bosib qo'yaman. Shunda mana men chizib qo'ygan to'g'richa qayerda kesib, qayerda tegib o'tgan bo'lsa, shu yerlarni kesib olib tashlaydi.